Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana rosa ko'p malina olibsiz. Bir kunda masalan qancha malina olasiz? Necha kilo malina olasiz? Uni qayerlarga olib borasiz? Shu haqida. Bir kunda endi chiqqanini olaveramiz. 10 tonna chiqsa ham, 1 tonna chiqsa ham, 500 kilo chiqsa ham olaveramiz. Xo'p, primerda mana sexlar qayerdagi sexlarga berasiz? O'sha O'zbekiston bo'yicha hamma juda sexlarga beramiz. Asosan qayerlarga olib borasiz? Toshkentga, Namanganga, Andijonga. Bu malinalarni olib qayerga olib borib topshirasiz? Bozorlarga, Qaysi bozorlarga topshirasiz? hamma bozorga, Samarqandga ham beramiz. Toshkentga bermayapmiz, hozir Toshkentga bular beradi, biz Samarqand bilan Andijonga beramiz. Qancha bo'lyapti hozirgi paytda malinaning narxi? 23 ming, 24 ming bo'lyapti. Holatiga qarab. Dehqonni qo'lidan olishimiz. Tardan kelganman, shu malina ish qilaman. Shu o'g'lim bilan kelamiz, malinani olib ketamiz, lekin malinaning foyda juda kuchli ekan. Shamollaganga, haligi misol yuragi halaqalarga Yuragida haligi kasali bor insonlarga foydali. foydali ekan. O'shaning uchun malinaga hamma odam o'rganib qoldi. O'shaning uchun malina bilan ishlayapmiz hozir. Vodil About kanalini kuzatib boruvchi aziz muxlislar, men hozir Quvasoydan keldim. Birinchi marta mana shu bozorga keldim. Malina oldi sotdi bo'lar ekan bu yoqda. Narxlar har xil bo'lar ekan, menga ham qiziq bo'lyapti. Sizlar ko'rib kuzatdimda nimaga bular tayyorlashyapti videoni deb mana hozir to'g'ri kelib qoldik. Demaysiz, aynan o'sha Quvasoydan malina sotish uchun Vodil bozoriga tashrif buyurdingiz, shunaqami? Ha, shunaqa. Katta rahmat. Aziz obunachilar, nima deb o'ylaysiz? Shu Vodildan malina narxi nega soatiga o'zgarib turadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Malinani chiqishiga bu yoqda ob-havo sharoitimiz to'g'ri kelmay qolsa, malina kamroq chiqsa qimmat bo'lib ketadi. Hozirgi paytda narxi qancha bo'lyapti malina? Hozir 22 ming, 25 ming bo'lyapti.